Bu falshifka, u falshifka, bu soxta, u soxta, u original edi. O'rtoqlar, sizni ham, meni ham jonimga tegib ketdi bunaqangi mavzular. Kelinglar bugun haqiqiy giyohlar haqida, haqiqiy toza, hech qachon falshifka bo'lmaydigan mahsulotlar haqida gaplashamiz do'stlar. Aynan sizni qiynayotgan gepatit kasalliklari, toch infeksiyalari yoki shunga o'xshagan har xil virusli kasalliklarni davolash uchun giyoh izlayotgan bo'lsangiz, men sizga originalni ko'rsataman do'stlar. Faqatgina men ko'rsatadigan nomerlardan boshqa insonlarga bog'lanmaysizlar do'stlar. Albatta, ixlos dorisi do'stlarim. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Ixlos yig'mas. Hattoki ichilish tartibigacha, nomerlarigacha konkret yozib qo'yilgan do'stlarim. Albatta, buni falshifka qilganlar yoki bunaqangi giyohlarni falshifka qilayotganlarga avvalambor Alloh taolo bor do'stlarim. Shifo Allohdan do'stlar. Agar siz jigar sirrozi yoki qondagi viruslar, infeksiyalar qiynayotgan bo'lsa, inshaalloh samarali giyohlarni ko'rsatyapman do'stlar. Agar sizga zarurat bo'lsa, bemalol yuqoridagi raqamlarga, yagona raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin do'stlarim. Shaxsan o'zimiz sizni qadningizni eshitamiz, dardingizni do'stlarim. Hech qachon kasal bo'lmanglar, omad tilayman.